Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Dostonbek siz bo'lasizmi? O'xshayapmanmi? Bilmadim, endi ko'rib turibman sizni. Nima xizmat? Bankdan bezovta qilyapman. Nimaga kechqurun bezovta qilyapsiz? Axir kunduz sizni tutib bo'lmayapti-da. Nima qilish kerak? Noyabr oyidagi shartnoma bo'yicha kelyotgandim. Bir marta ham to'lov amalga oshirilmagan. Amalga oshiramiz. Qachon? Imkoniyat bo'lganda. Imkoniyatingizni necha marta tushunishimiz kerak? Sizlar menga pul berayotganda bilgansizlar-ku meni pulim yo'qligini. Iltimos, maynavozchilikni yig'ishtirib, to'lovni amalga oshirib qo'ysangiz. Maynavozchilik qilmayapman, to'g'risida sizlar bilgansizlar-ku meni pulim yo'qligini. Axir necha marta keldim bu kungacha eshigingizga? Qaysi kungacha? Siz bilan ko'rishguncha? Bo'pti, ko'rishguncha. To'xtang axir. Men to'xtatmay, men harakatda bo'lishim kerak, sizlarga pul to'lashim kerak.